Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz navbatdagi ishimiz yakuniga yetdik mana. Ko'rishingiz mumkin. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz. Marg'ilon Toshloq tumanida. Ko'rishingiz mumkin, bitta xonaga devor orasiga variantim yo'q. Devor orasiga o'rnatolmayman deganlar uchun mana burchakka mana standart 1.5 lik pechkani shunaqa holatda o'rnatsa bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal, atroflari ochiq, bemalol orqasida issiq, bemalol aylanaveradi. Shunaqa katta xonalarni ham bemalol sizsa bo'ladi shunaqa qilib. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda o'rnatib berganmiz. Pechkamiz standart. Razmerdagi 1.5 lik pechkamiz. Islari qalin to'rli, mana yonishlari ham juda go'zal. Tortishlari ham go'zal. Zigzag оборотlarni ham qilib chiroyli holatda qilib berdik. Bu xonadonimizga bitta emas, xuddi shunaqa variantdan ikkita. Bitta shu xonaga, keyin yana bitta naridagi xonasiga o'rnatib berdik akamiz. Uni ham hozir videosini ulab boraman. Mana akalar, pechkani ham remontlarni qildirib, kafillar yopishtirib yuboribdi. Uy egasi rasmini tashladi. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. Pauza qilib, skrinshot qilib bemalol yaqinlashib ko'rsangiz bo'ladi. Granitlari, kafillari juda yarashganda. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Biz mo'rlarga chiroyli qilib chiqarib, yaqib ko'rsatib beramiz har bitta ishimizni. Bu xonada ham xuddi shunaqa variantda pechkamiz o'rnatilgan. Bu ugolovga emas. Eshikni qirg'ag'i bilan teng qilib, hech qayerga xalaqit bermaydigan qilib chiroyli qilib o'rnatganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham joy ochiq qolgan. Yonlari ham ochiq pechkani. Atrofidan bemalol g'ish aylanaveradi. Yo'q, issiq aylanaveradi degani. Bu turbalari bemalol chiqadi. Bu yerda ham оборотлari bor. Mo'risini esa devor orasiga lampa patologini buzmasdan devor orasi bilan chiqarib ko'rsatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, buni ham yaqib qo'ygan edik. Xudo hozir o'chib ham bo'pti. Bunga tortishlari ham xudo xolasa zo'r bo'ladi, isitishlari. Bu kichkina xona, buni bemalol isitib, xudo xolasa inshaalloh bitta oshxonasi bor ekan, oshxonaga ham bemalol issiq o'tadi. Mana devor orasiga o'rnatgan sharoitim yo'q deydiganlar uchun mana shunaqa holatda yechim qilib o'rnatsa bo'ladi bemalol. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib xizmatlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Xolos inshaalloh O'zbekiston bo'yicha chiroyli narxlarda sifatli xizmat ko'rsatib bera olamiz. Bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Akalar, kimga shunaqa pechkalarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Videoga like bos, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Undan tashqari Telegram, Instagram, TikTok sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har qisqa videolar, chiroyli rasmlar yuklab boramiz.